Dadajonim davlatim uydan tashqari mana shunaqa uzumzor bilan shaftoli bog' bergan menga. Katta ishida qolgansan, mendan keyin opangga, singlingga qo'lingdan kelgancha yordamlaringni qilasizlar deb dadam bizga shu ortig'i bilan qilib berdi mana. Opamga ham bergan, singlimga ham bor, lekin menga jicha ortig'i bilan berdi. Menga ishonadi dadam. Mendan keyin ham opa singillaringga qaraysan, kam-ko'sini qilasan, to'y qilsa to'ylarga yordam berasan. Shuning uchun senga mana bitta bog' ko'proq deb shu yerda bizga bergan. Mana dadamni duo qilib, iloyim bizni baxtimizga dadam doim sog' bo'lsin, yuzlariga kirishsin deb duo qilib tomorqalarni tozalashni boshladik. Bahorga hamma yoqda chiroyli qilib dori sepishga tayyor qilib qo'ydik. Merslarimizni kestirib, dorilarni sachib olsa, inshaalloh puliga hojiga boramiz. Qishloqda yashash baribir boshqacha. Qishloq degani bu jannat degani. Hamma yo'g'ing toza bo'ladi, kayfiyating chiroyli bo'ladi. Kayfiyating yo'qli paytda chiqib dardlaringni shetlarga gapirasan, birov eshitmaydi, qizajonlar. Domda yashagan odam qishloqqa qarasa havasi keladi. Men o'zim ham domda yashalmayman. O'shaning uchun domim bo'lsa ham o'tira olmayman. Mana xo'jayinim, dadam, onam, men hamma yoqda qo'limizdan kelganicha yig'ishtirib tozalab oldik. Qolgani endi sal quyoshlar chiqqanda endi uzumlarimizni kesib tayini tozalab olsak bo'ldi. Videolarim yoqqan bo'lsa obuna bo'lish eslaringdan chiqmasin.